filtr almashtirish jarayoni. Filtrimiz ishga tushdi. Demak, ichki holat hech qayerdan suv ketgani yo'q. Mana tekshirib oldik. Hamma narsasi joyida va buni yonini yopib qo'ysak bo'ladi. O'chirib olamiz. O'chirib. Filtr apparatni yotqizilgan holatda ishlaymiz. Mana shu holatda. Mana yotqizib oldik. Mana krishkasini joyiga joylaymiz. Mana juda oson. Mana shu joylariga, mana bu tilchalari kirish kerak mana. Shunday ustiga qo'yamiz. Mana. Shunday tepaga ko'tarsak o'z joyiga tushadi. Bo'ldi, joyiga tushdi. Shurtlarini joyiga qotirib qo'ysak bo'ladi yana. Bo'ldi. Filtr apparatimizni ichkariga joylab qo'ysak bo'ldi. Filtr apparatimiz o'rnatib bo'lindi do'stlar. Demak, ichkariga joylab qo'yamiz. Demak, do'stlar, ushbu filtrimizni joylab oldik. Zaxira baki krani ochiq holatda turishi kerak. Mana shunday ishlang bilan to'g'ri holatda. Apparatimiz yaxshi ishlayapti. Hali zaxira ko'pchilik aytadi, nimaga men o'rnatib bo'ldim, suvni ochdim, suv hali yaxshi chiqmayapti, havo chiqyapti, yoki ko'p suv chiqyapti, yoki suvning napori oz deyish mumkin. Masalan, kumush tarafidan ochganda suvning napori oz deyish mumkin. Boshida hali bu zaxira bakida ichidagi suv zaxira baki suvga to'la bo'lmaganligi uchun boshida ochganingizdan bu suv chiqmaydi. Chunki zaxira bakini uskunamiz to'ldirib olishga to'g'ri keladi va ichidagi havolarni chiqarib yuborish kerak. Uskunamizni o'rnatib bo'ldik. Mana kumush tarafini ochdik, hali suv chiqqani yo'q. Chiqquncha kutamiz. Ochiq holatda turadi mana shunday. Zaxira baki ham, bu ham chiqquncha kutamiz. Mana hozir ozgina suv chiqdi. Ozgina chiqishi bilan, mana shu holatda chiqishi bilan yopib qo'yamiz. Va filtr apparatimiz ishlashga tayyor. Yopib qo'yganimizdan so'ng suvning tozalik, notozalik darajasiga qarab zaxira baki to'lguncha kutamiz. Bu 26 daqiqadan 40 minutgacha vaqt olishi mumkin. Suvning tozalik darajasiga bog'liq. Ko'pchilik aytadi, nimaga zaxira baki birdan to'lmaydi deydi. Nimaga birdan to'lishi kerak do'stlar? Bu osmos filtri suvni asta tozalaydi. Ya'ni toza suvni toza suvga beradi zaxira bakka. Notoza suvni chiqindi suvga chiqarib tashlash uchun vaqt kerak bo'ladi. Biz buni tavsifiga yozganmiz. Soatiga 10 litrdan 15 litrgacha suv beradi deb yozib qo'yganmiz. Demak, zaxira baki 26 minutdan 40 minutgacha to'lishi mumkin suvning sho'rlik darajasiga qarab. Ko'pchilik aytishi mumkin, agar bu 1 soatda 10 litr suv chiqarsa, 5 litr suv olishim uchun yarim soat kutamanmi degan savolni berish mumkin-da. Yo'q do'stlar. Zaxira bak shuning uchun kerak. Sizga 5 litr suvni bemalol naporda olib olishingiz uchun sizga zaxira bak kerak bo'ladi. Masalan, siz 1 stakan suv olish uchun, mana naporda olish uchun zaxira bak kerak bo'ladi. Mana ko'ryapsizmi? Mana shu holatda. Shuning uchun zaxira bak kerak. Siz bemalol 5 litrgacha, 5,5 litrgacha suvni naporda olib olishingiz mumkin. Zaxira bakiga qancha suv ketadi degan savollar uchun zaxira bakiga 5,5-6,5 litr suv ketadi. Ko'pchilik 11,5 litrlik zaxira baki deb sotadi. Aslida ham shunday. 11,5 litr degani 11 litr suv ketadi degani emas do'stlar. Aytganimdek, yarmida havo bo'ladi. Preslab berish uchun yarmida suv bo'ladi. Shuni hisobiga 5,5 litrdan 7 litrgacha suv ketishi mumkin. Ko'pchilik 10 litrlik bak deb sotib yuribdi. Keyinchalik masalan siz ulardan nimaga 10 litr suv ketmayapti deb so'rasangiz, yarmida havo bo'ladi. Bak 10 litrlik o'qib ko'ring deydi. Biz shuni boshidan aytib qo'yyapmiz. Savol berishga hojat qoldirmay sizga ushbu videoni ko'rganingizdan keyin shuning uchun boshidan aytyapmiz.